2026 Chevrolet Cobalt yangi avlod sifatida kundalik foydalanish uchun qulay, ishonchli va tejamkor sedan bo'lib, O'zbekiston bozorida ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model zamonaviy tashqi dizayn bilan ajralib turadi. Old panjarasi Chevrolet uslubida yangilangan, LED faralar esa kechasi yo'lni aniq yoritadi. Kuzov chiziqlari silliq va aerodinamik bo'lib, yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradi. Avtomobil o'lchamlari shahar sharoitida qulay harakatlanish uchun moslangan, salon esa oilaviy safarlar uchun yetarlicha keng. Old o'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq yo'llarda ham charchoqni kamaytiradi. Ichki bezakda sifatli materiallar qo'llanilgan, asboblar paneli sodda va tushunarli. Rul boshqaruvi yumshoq ishlaydi, shuning uchun yangi haydovchilar uchun ham qulay. 2026 Chevrolet Cobalt kapoti ostida samarali benzin dvigateli joylashgan bo'lib, u kuch va tejamkorlik o'rtasida yaxshi muvozanatni ta'minlaydi. Avtomat va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud. Har ikkisi ham silliq almashuv bilan ajralib turadi. Shahar ichida yurishda dvigatel jim ishlaydi, shovqin darajasi past. Xavfsizlik jihatidan modelda old va yon xavfsizlik yostiqchalari, ABS va ESP tizimlari mavjud. Tormoz tizimi ishonchli bo'lib, favqulodda holatlarda tezkor javob beradi. Yoritish va signal tizimlari xalqaro standartlarga mos. Multimedia tizimi rangli sensorli ekran bilan jihozlangan. Unda navigatsiya, Bluetooth va smartfon ulanishi mavjud. Ovoz tizimi aniq va toza tovush beradi. Konditsioner tez sovitadi va salon ichida yoqimli muhit yaratadi. Ushbu avtomobil kundalik ishga qatnash, oilaviy sayohat va uzoq masofalar uchun mos tanlov hisoblanadi. Auto Insight kanaliga obuna bo'lishni unutmang. 2026 Chevrolet Cobalt texnik ko'rsatkichlari bilan ham e'tiborni tortadi. Dvigatel hajmi optimal tanlangan bo'lib, yoqilg'i sarfi shahar va trassa sharoitida tejamkor natija ko'rsatadi. O'rtacha sarf ko'rsatkichi iqtisodiy haydashni ta'minlab, egasining xarajatlarini kamaytiradi. Osma tizimi O'zbekiston yo'llariga moslashtirilgan, Notex yuzalarda ham barqarorlikni saqlaydi. Old osma mustaqil, orqa qismi esa mustahkam konstruksiyaga ega bo'lib, yuk bilan harakatlanishda ham qulaylik beradi. Rul kuchaytirgichi tezkor va aniq boshqaruvni ta'minlaydi. Burilishlarda avtomobil o'zini ishonchli tutadi. Gildiraklar dizayni zamonaviy bo'lib, shinalar yo'l bilan yaxshi yopishadi. Salon ichida saqlash joylari yetarli, eshik cho'ntaklari va markaziy konsol kundalik buyumlar uchun qulay. Orqa o'rindiqlar buklanishi mumkin. Bu esa yukxona hajmini oshirish imkonini beradi. Yukxona keng va chuqur bo'lib, katta sumkalar va xaridlar uchun yetarli. Xavfsizlik tizimlari orasida tormoz kuchini taqsimlash, sirpanishga qarshi nazorat va favqulodda tormoz yordamchisi mavjud. Ushbu tizimlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini oshiradi. Ichki yoritish yumshoq va kozga yoqimli, tun bo'yi haydashda qulaylik yaratadi. Multimedia tizimi orqali musiqa, qo'ng'iroqlar va navigatsiyani boshqarish oson. Rulda joylashgan tugmalar haydovchini chalgitmasdan boshqaruvni ta'minlaydi. Konditsioner va isitish tizimi tez ishlaydi, har qanday ob-havo sharoitida qulaylik beradi. O'rindiq qoplamalari mustahkam va tozalash oson. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Cobalt ishonchli texnika, qulay salon va zamonaviy funksiyalarni birlashtirgan modeldir. Auto Insight kanaliga obuna bo'lish orqali yana ko'plab avtomobil yangiliklaridan xabardor bo'lasiz. 2026 Chevrolet Cobalt narx va sifat muvozanatini izlayotgan haydovchilar uchun mos variant hisoblanadi. Ushbu avtomobil xizmat ko'rsatish xarajatlari pastligi bilan ham ajralib turadi. Ehtiyot qismlarining mavjudligi esa uzoq muddatli foydalanishni osonlashtiradi. Dvigatel ishonchliligi va uzoq xizmat muddati bilan mashhur bo'lib, muntazam texnik xizmat bilan yillar davomida muammosiz ishlaydi. Yoqilg'i bakining sigimi uzoq masofalarga tez-tez to'xtamasdan yurish imkonini beradi. Tashqi bo'yoq qatlami mustahkam bo'lib, quyosh va ob-havo ta'siriga chidamli. Eshiklar yopilishi sokin va sifatli, umumiy yigilish darajasi yuqori. Avtomobil shahar tirbandligida ham, ochiq trassada ham o'zini yaxshi ko'rsatadi. Tezlanish silliq, dvigatel aylanishlari barqaror. Shovqin va tebranish darajasi past bo'lib, salon ichida sokin muhit yaratilgan. Haydovchi uchun ko'rinish keng, oynalar orqali atrofni nazorat qilish oson. Orqa kamera va park datchiklari mavjudligi to'xtash jarayonini yanada qulay qiladi. Xavfsizlik kamarlarining sozlanishi barcha yo'lovchilar uchun mos. Bolalar o'rindigi uchun maxsus mahkamlash tizimi ham mavjud.
Multimedia ekranida menyular sodda va tez ishlaydi. Telefon bilan ulanish tez amalga oshadi, ovozli buyruqlar qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu model oilalar, yosh haydovchilar va xizmat avtomobili sifatida ham qulay tanlovdir. Chevrolet brendining ishonchliligi va tajribasi ushbu avtomobilda yaqqol seziladi. Agar siz zamonaviy, tejamkor va qulay sedan izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Cobalt e'tiborga loyiq. Videoni foydali deb topsangiz, Auto Insight kanaliga obuna bo'ling va avtomobil olamidagi eng so'nggi yangiliklarni birga kuzatishda davom eting.